Ana sizlarga yengilliklar. Obyektda har xil holat bo'lishi mumkin. Mana kichikroq kesdingiz deylik. Bu holatda bunga tiqib press qilish tavsiya berilmaydi. Oxirigacha bormaydi va rezinkani kesib yuborish mumkin. Shuning uchun buni kalibrovka qiladigan bo'lsangiz, maktabda qalamni chiroyli qilardi. Xuddi shunaqa narsa ekan-da. Qalam ochadigan, ha. Yong'och deylarmidi? mana. Ham buyog'ini ham chiroyli qilib berdi. Yuzasini tekis qildi, ham ichkari tashqarisini chiroyli qilib ochib berdi. Endi xavfsiz bo'ldi. Fittingga ulaydigan bo'lsangiz, mana bemalol oson ham keladi, mana oxirigacha keldi. Ya'ni buni ichida masalan shu rezinkasi bor, sanligi, o'shanga ziyon yetmasligi uchun kalibrovka qilinadi. Xo'p, press keldimizmi? Hozir elektriskisi bor. Bering, farqi yo'q. Elektriskiga bering. Zafar og'a, endi hozir obunachilarga tushuntirishimiz kerak. Mana misol uchun buni bilmayman men bu narsalarni. Turba oddiy plastik turba bu, Henko firmasi. Tushundim, Henkoniki. Oddiy plastikdan nima farqi bor deganda ko'pchilik shuni bilish kerak-da. Hozir bizning obunachilar ham. Oddiy mana oddiyda masalan 3 sloydan iborat, tashqarisi va ichkarisi o'rtada alyumin qatlami bor. Ya'ni alyumin falgasi bor. Uncha-munchaga bu qiyshayib deformatsiya bermaydi. No, qorin bermaydi, qo'pol o'zini ushlaydi. Hozir mana maxsus instrumentlar bor, ish quroli bu ham Henkoniki. Xullas sizlarga o'zim assalomu alaykum. Charchaysiz. Okay, tuzumsiz charchamayapsizmi? Ulab ko'rsatamiz. Xullas sizlarga qisqacha jaydari til bilan aytaman. Endi bular bu yerda hamma professional yig'ilgan. Meni o'zim tushuncham bo'yicha birinchi avlod temir turbalar bo'lardi, to'g'rimi Jamshid aka? Ikkinchi avlod oddiy plastik. Endi bu uchinchi avlod ekan. Ichida uzun alyumin bor. Mana alyumindan dumaloq qilib, nima deylardi bu narsasi? Alyumin falga. Metal plastik falga. Bu qorin berib yormaydi. Uje mana bunday aytishyaptiki, ancha arzon ham tushadi deyishdi, to'g'rimi? Ko'p berdi. Katta razmerlarda oddiy plastmas turbalarga nisbatan bular arzon ham chiqar ekan. Buni yaxshi tomoni yana tez ham bo'ladi. Oddiy payka turbani masalan dazmolga qo'yishasiz, uni qiziguncha ushlab turasiz, olib fittingni turbani bir-biriga ushlab turasiz, soviguncha kutasiz. Ya'ni qancha vaqt ketadi bitta obyektda. Bunda oson mana. Kalibrovka qildingiz, fitting qildingiz. O'zi maxsus sразу press qilinadi bu. Ariqchasi bor mana. Klyochida o'shanga qo'yib bosadigan bo'lsangiz. Ana sizlarga yengilliklar. Oson ekan, bo'ldimi? Bo'ldi. Suv qo'yib yormaydi. Yo'q. Buni suv chiqib turgan payti ham press qila olasiz. Dazmolda masalan yaxshilab quritmaguncha buni payka qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Buni yaxshi tomoni farqi yo'q. Suv kelib turibdimi, boshqami, joyida press qilib keta olasiz. Agar buni tortib uzmoqchi bo'lsangiz, boshqa joydan uzilishi mumkin, lekin fittingda yana press qilingan joydan uzilmaydi. Ya'ni shu daraja ishonch bilan aytsa bo'ladimi? Sifatlaydigan. Til ojiz bunaqa narsalarga. Xullas endi hamma narsani o'ylab topishyapti ish qilib, aka. Henko dedingizmi firma buni? Henko Belgiyaniga. Belgiyani mahsulotlari. O'zini instrumentlari bilan birga. Ish quroli ham o'zini nomi bilan. Qaychilari ham. Xullas bu yerda hamma professional yig'ilgan. Bir nimalar qanaqadir tillarda gaplashyapti. Biz sizlarga oddiy jaydatirda tushuntirib berishga harakat qildik. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Bu yerda hamma professional santexniklar yig'ilgan ustalar. Ana Jamshid akani sharofati bilan bugun yig'ilib turibmiz. Milwaukee ochkilari bilan. Sekin reklamani urib ketamiz mana bu yerda.